Ilgari men nima qilib bo'lsa ham odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilish kerak deb o'ylardim. Hozir esa tushundimki, avvalo o'zingni asrashing kerak ekan. Qolganlar esa hayotingga kelib ketaverishadi. Alloh taolo sen uchun kerakli bo'lgan insonlarni albatta sen bilan birga qiladi. Boshqalari shunchaki imtihon, sinov, ulardan faqatgina xulosa va tajribalar olamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Ilgari men nima qilib bo'lsa ham odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilish kerak deb o'ylardim. Hozir esa tushundimki, avvalo o'zingni asrashing kerak ekan. Qolganlar esa hayotingga kelib ketaverishadi. Alloh taolo sen uchun kerakli bo'lgan insonlarni albatta sen bilan birga qiladi. Boshqalari shunchaki imtihon, sinov, ulardan faqatgina xulosa va tajribalar olamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.